yo kimnidir mot qilib qo'yish, o'sha Abror Muxtor Aliyni mot qilib qo'yish emas. Hozirgi paytda eng o'sha birinchi o'rinda turgan bahs qiluvchilar ichidagisi Abror Muxtor Ali bo'ladigan bo'lsa, o'sha ateistlar yoki o'sha vatangadolar, ular ommaga o'zlarini gaplarini gapira olmayaptilar. Bu gapni endi ko'p aytganman, lekin yana majbur bo'lyapman shu narsani gapirishga. Abrorni yo boshqasini nechtasi agar bahs qiladigan bo'lsa, bitta odam to'g'ri yo'lga qaytib qoladi, borani 10 ta odam to'g'ri yo'lga qaytadi. Lekin biroq muvahhid degani chiqibdi, yana undan boshqasini homilasi bor, boshqasi bor. Maqsadlar o'zlarining gaplarini gapirib olishyapti. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog' omonmisiz? Hozirgi paytda yaxshi e'tibor qaratsanglar, bahs degan narsa ko'payib ketdi. Bahsni ham bahsi bor. Masalan, ya'ni bahs deb aytilgani to'g'ri emasdir bu. Kimdir o'sha xato yo'lda bo'ladigan bo'lsa, odamlarni ogohlantirib qo'yish bo'lsa, bu kerakli narsa. Chunki inson vaqti bilan ogohlantirish, eslatib qo'yishga muhtoj. Jumladan ahli ilmlarning vazifasi esa o'sha adashganlardan ogoh etishlik. Ana shularni ko'yiga, holatiga, ahvoliga tushib qolmaslik uchun bu yoqdagi insonlarni bir olovdan, o'sha yomonlikdan eslatib turgan, ogohlantirib turgan yaxshi bo'ladi. Lekin ming afsus, hozirgi paytda ba'zi ahli ilmlarimiz shunday bahslarni modaga aylantirishdiki, qachon qaramasang shu Telegram gruppalarda ayniqsa bo'lar ekan bu narsa, ateistlar bilan bahs va o'sha adashgan toifalar, manqurtlar bilan bahs. Bundan kimga nima foyda degan narsani men o'zim bir o'yladim hayolimda va bu narsa hech kimga foyda emas. Faqatgina mana shu bahslarni, mana shu notinchlikni xohlaydigan ba'zi bir isqirtlarni chetdagi tashkilotlar o'shalarni foydasi ekan, o'zi foydamiz emas ekan. Masalan, o'ylab ko'ring, bahs munozara bo'ladigan o'sha suhbatda deylik, masalan, hozirgi paytda eng o'sha birinchi o'rinda turgan bahs qiluvchilar ichidagisi Abror Muxtor Ali bo'ladigan bo'lsa, bir tarafda ana o'sha chetdagi o'sha manqurtlar, qochqinlar, vatangadolar, vatanfurushlar yoki ateistlar. O'sha ateistlar yoki o'sha vatangadolar, ular ommaga o'zlarini gaplarini gapira olmayaptilar. Nima uchun? Chunki ularning hali Abror Muxtor Alichalik podpischiki yo'q yoki unchalik darajada o'sha ijtimoiy tarmoqda ular nima deydi, yuqori cho'qqilarda emas. Demak, ular o'zlarining fikrlarini ayta olmayaptilar, bu bechoralar. Chiqarish olmayapti. Masalan, o'sha ateist, bu gapni endi ko'p aytganman, lekin yana majbur bo'lyapman shu narsani gapirishga, o'sha ateistlar o'zlarining ovozlarini chiqara olmasdilar yoki biz eshitmasdik. Masalan, men shaxsan eshitmasdim, ateistlarning ovozi chiqmasdi shu paytgacha. Vaholanki ota-bobolarimiz necha yillab ateistlarning zamonida yashashdi. Lekin o'shalarni bitta ham biz da'vatini eshitmagandik biz. Gaplarini eshitmagandik, o'zlarini haqligini isbotlash haqida eshitmagandik umuman. Vaholanki o'shalar hukmron bo'lgan paytlarda yashashgan-ku. Hatto biz tug'ilgan paytlarimiz ham, go'dagalik paytlarimiz ham o'shalarning davriga to'g'ri kelgan. Lekin hozirgi paytda esa ateistlar bemalol gapira olyapti. Nima uchun? Chunki ularning maqsadi o'sha bahs bahonasida hech qanday bu yerda o'sha bahsda o'zlarini isbotlab qo'yish emas. Yo kimnidir mot qilib qo'yish, o'sha Abror Muxtor Aliyni mot qilib qo'yish emas, yo musulmonlarni mot qilish emas. Ular o'zlarining gaplarini gapirib olish maqsadlari. Va shunday bo'lyapti. O'sha bahsda Abrorni yo boshqasini nechtasi agar bahs qiladigan bo'lsa, bitta odam to'g'ri yo'lga qaytib qoladi, borani 10 ta odam to'g'ri yo'lga qaytadi. Lekin bu isqirtlar ateist bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha manqurtlar bo'ladimi, vatangadolar, vatanfurushlar bo'ladimi? Shu Ibrohim muvahhid degani chiqibdi, yana undan boshqasini homilasi bor, boshqasi bor. Maqsadlar o'zlarining gaplarini gapirib olishyapti bular. Biz ularga shans beryapmiz gapirishiga. O'sha bahs bilan chiqarib olyapti. U yaxshilarni, ya'ni bu yoqdagi odamlarni o'sha bahsdan yutib chiqdim men, mana bitta odam, ikkita odam islomga qaytdi degani bilan, lekin yuzlab, minglab ana shu isqirtlar tomondagi yoki o'shalarning gaplari chiqishiga sababchi bo'lib qolyapmiz. Chunki u bahs bo'lmaganda u gap yo'q edi. Ular chiqa olmasdilar. Demak, nima bo'lyapti ekan? To'g'ridan to'g'ri ona shu manqurtlarni, ateistlarni ovozi chiqishligiga biz hissa qo'shyapmiz.
Endi bu nima degani bo'ladi? O'sha ateistning ovozi chiqqaniga hissa qo'yish nima degani bo'ladi? Ateistga yordam berish degan bo'ladi. Ateistga yordam bergan odam nima bo'ladi? O'sha ateistning qatorida bo'lib qoladi. Ateist kim o'zi? Xudosiz. Demak, unga yordam bergan odam xudosizning qatorida bo'ladigan bo'lsa, endi u odam kim bo'ladi? Endi unga ergashganlar kim bo'ladi? Men mana shu narsalarga ogohlantirmoqchiman.